Bismillahirrahmanirrahim. Roza tutuş degan o'zini tutuş deganlik. Yolg'on so'zlashdan, gunoh qilishdan, kishilarga aziyat berishdan, kishilarni masxar qilishdan, nafsning orqasiga kirib xato ishlarni qilib qo'yishdan o'zini saqlash deganlik. Roza tutuş degan nafsni och qo'yib, ruhni to'yg'izish deganlik. Chunki insonning nafsi ojizlashib, ruhi kuchlangan chaqda u farishtalarga xos martabalarga ko'tariladi. Navoda nefs kuchlik, ruh ojiz ahvolga tushib qolsa, odam hayvon darajasiga qarab tuvallab mangadi. Shunga har vaqt ruh ustun, nefs tuvan turishi kerak. Ramazon go'zal axloq o'rganish oyi. Chunki ibodatlar insonni mukammallik darajalariga ko'taradigan shudir. Ibodatlarning mevasi go'zal axloq. Namaz, roza, zakat ve haj qatorliq ibodatlardan har biri insonning axloqini tuzash va o'ngshash roliga ega. Ramazon semizlikdan, hurullikdan, beparvolikdan qutulish, jangovarlikni oshirish fursati bo'lgandek, o'zini va nafsini tarbiyalash fursatidir. Ramazon oz yeb, oz uxlab, ko'p ibodat qilishga, ko'p Qur'on o'qishga va ko'p kitob mutolaa qilishga o'zini shundoqla farzandlarini ko'ndirish jarayonidir. Ramazon tuqqanlarni, qo'shnilarni xush qilish, yo'qsullarga yordam qilish, qo'lidan kelishicha xayr saxovatni ko'p qilish eydir. Ramazon intizom o'rganish, o'zini kontrol qilish, o'zini savrchanlikqa o'rgatish ve nefsini kontrol qilishni o'rganish eydir. Ramazon go'zal axloq o'rganish, boshqalarga yaxshi muomala qilish, o'zining ochiqini besib olish, ochliqqa, ussuzlikqa vaqtliq bardoshlik berishni o'rganish eye. Demak, Ramazon bir mashq eye ve bir maktab. Go'zal axloq o'rganadigan, ibodatlarni mukammal qilishni o'rganadigan ve xolis dua qilishga o'zini ko'ndiradigan nihoyatda yaxshi bir oy. نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان سنصوم سوف نعيش أياما سيحيطنا يوم الصيام أمان كم صائم ترك الحرام لربه يغشاه ذاك يحثه رمضان Siz rastınla 2 hassa ro'zining savobini tepishni xohlamsiz? Agar shunday bo'lsa, o'zingiz ro'za tutish bilan birga ro'zadorlarni iftor qildiring. Shunday qilsangiz 2 hassa ro'zining savobini topa olasiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimki bir ro'zadorni iftor qildirsa, uningga xuddi ro'za tutgan o'xshash savob bo'ladi, ammo iftor qiluvchining savobi kamaymaydi degan. Ro'za tutquchilarni iftor qildirish, ularni uyiga chaqirib iftor qildirgandek, ularga pul berib iftor qildirish yoki masjidga taom tayyorlab elib berish orqaliqmi bo'ladi. Yaxshilikni qilaman degan odam uchun uning yo'llari intayin ko'p. Ramazon oyida xayr saxovat va sadiqani ko'p qiling, chunki bu oyning ichida qilingan yaxshi amalga necha hassa ko'p savob beriladiganligi haqida hadislar kelgan. Savabım köp olsun deseniz, bu ulug' ayda yaxshi amallarni ve sadaqa ihsonlarni ko'p qilib, hassilab savob teping ve şu orqali Alloh taolaning rahmatiga sazovor bo'ling. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyida xushbo'y elib keladigan mayin shamoldinmi bak sehi bo'lib ketadiganligi haqida hadislar kelgan.
Ramazonda kechalari va iftordan avval duoni ko'p qilib, Alloh taoladan hojatlaringizni so'rab oling. Chunki Ramazon kechalari va iftor vaqti duolar ijobat bo'lishga eng yaqin vaqtlardir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisda 3 kishining duosi rad qilinmaydi. Ularning biri ro'za tutgan odam, ikkinchisi zulmga uchragan odam, uchinchisi musofir odam deb ko'rsatgan. Ro'za tutgan odam charchagan, Alloh taolaning rahmati bilan xushal bo'lishga shunchalik muhtoj bo'lgan bir holatda bo'ladi. Bunda holatdagi duolarning ijobat bo'lishi tez bo'ladi. Ramazon oyida bir oy televizorga qaramaslik, bo'sh vaqtini diniy ta'lim, o'rganish va Qur'on o'qish bilan o'tkazishga, oila a'zolari bilan birlikka kelish Ramazon oyi 11 oyning sultoni va oylarning ichidagi eng ulug'i bo'lib, bu oyda qilingan amal ibodatlarning savobi boshqa oylarnikidan savob jihatda ortiq bo'ladiganligini oila a'zolariga bildirish payti. Bu oyda duolar ijobat bo'ldi. Mushundoq bir ulug' oyni dunyolik yoki oxiratlik uchun foydasiz bo'lgan ishlar bilan o'tkazib o'tish to'liq kamchilik. Shunga Ramazon oyida bir oy ruhiy jihatdan tarbiyalanish uchun bu oyni ching tutish intayin zarur. Ota-onaga hamroh bo'lib, ularning xizmatini qilish har vaqt farz bo'lsa-mu, Ramazon oyida bir oy ota-ona bilan birga bo'lish imkoniyat bo'lsa, ularning yanında birga turib, bu ulug' oyning huzur halovatidan birga foydalanish intayin zarur. Hamisha birga bo'lolmasa-mu, iftorni ota-ona bilan bir dasturxonda o'tirib birga qilish intayin yaxshi ish. Ularning duosini elib olish uchunmi bu tepilmas fursat. İftar vaqti duo ijobat bo'lishga eng yaqin vaqtlarning biri. Bu vaqtda ota-onasining duosini olgan odam baxtli odamdir. Ramazon oqshomlari burunroq uxlab, sahar vaqti burun turish, ibodat qilish uchun bak yaxshi. Ammo kechasi faqat uxlamay, kunduzi ishlarini kechiktirish yaxshi emas. Şoňa Ramazan ayida uxlash uchun munosib vaqtni tanlash kerak. İftar vaqtida, 5 vaqt namazning vaqtlarida, tarovih namozi vaqtida uxlashga bo'lmaydi. Shundaqla kunduzi ish vaqtida uxlash yoki mugdashmo yaxshi emas. Uyquni kechasi uxlab, ibodatlarni sahar, oqshomlari qilish kerak. Ramazon oyi burun ugunib qolgan yomon odatlarni tugutish va yaxshi tarbiya elish uchun nihoyat yaxshi bir fursat. Boshqa vaqtlarda tashlash qiyin bo'lgan, hatto mumkin bo'lmagan yomon odatlarni Ramazon oyida tashlash mumkin va fursat bor. Misvak qo'llanish har vaqtda buyurilgan yaxshi ish. Oddiysi tishlarni cho'tki bilan tozalaganning sirtida misvak bilan namlantirib turish cho'ng savobli bir sunnat. Misvak ishlatish erlar uchunla emas, balki ayollar uchunmi ko'p savobli ish. Misvak ishlatish og'izni ba'zi bir yiqimsiz puroqlardan saqlab xushbo'y holatda davom qilishiga kafolatlik qildi. Bo'lib bu Ramazon kunduzlari inson bir narsa yemagandikin, ichmagandikin og'izi purab qoladigan ish bo'ldi. Shunga misvakni hamroh qilib olib, misvakda namdab turish nihoyat yaxshi. Ramazon oyida umra ado qilish haj qilganga o'xshash savobli ish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda Ramazon ichida umra qilish savob jihatda haj qilganga tangdor deb ko'rsatgan. Ramazon oyining oxirgi 10 kunida agar imkoniyat bo'lsa, itikof qilish to'liq savobli ish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har yili Ramazon oyining oxirgi 10 kunida itikof qiladi. Vafot bo'lish oldidagi Ramazon oyida 20 kun itikof qilganligi haqida hadislar kelgan. أيقنت أن الله يجبر خاطري لما بكيت ولم أجد إلا هو ناديت والمحراب يحضن أدمعي الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه لمن التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات Odatda namozlarning ba'zisini masjidda jamoat bilan o'qimaydigan kishilarmi Ramazonda 5 vaqt namoz va taroveh namozlarini jamoat bilan o'qish orqali bu yaxshi odatni o'zida yerlashtirdi. Ramazondan iborat bu ta'lim tarbiya oyida o'rganganlarini Ramazondan keyinmi davomlashtirgan kishi Ramazonning foydasini to'liq ko'rgan bo'ldi. Ramazon oyi Qur'on Karim Alloh taolo tarafidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tushishga boshlagan ulug' oy. Shunga bu oy Qur'on Karim oyi deb atildi. Bu oyda Qur'on o'qigan, onu öğrengen ve öğretken kişiler hassilab savabga erişidi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda muhim tavsiyelerini kılgan. Şuna bu ayda Kur'an'ı köp okuş tavsiye kılındı. Kur'an okuşunu bilmeydiğanlarının okuşunu öğrenişi için Ramazan ayı çok fırsat. Bu ayda vaqtni çın tutup, Kur'an öğrengen adam çokum yaxşı öğrenip giderliydi ve Allah Teala'nın köp rahmetiga hem savabıga erişidi. Balalarga Kur'an okuşunu öğretiş için mi Ramazan ayı tepilmez fırsat. Balalarını bir ay televizyon görüş ve başka oyunlardan tutup Kur'an okuşqa yüzlendiriş arqırıq ularga köp yaxşılıq qılgan bolumuz. Munda qılgan ata-analar tulumu bəxtlik ata-analar. Çünkü mundaqlar Allah Teala'nın altında balalarga ait məsuliyyətlərini ada qılıb üstüdeki yükni yengilletken buldu. Ramazan ayında bütün bir ay taravih namazını cemaat bilen okuş nahayeti muhim sünnet əməllərini sanıldı. Kiçik balalarını məscidlərə elib verib bir ay taravih namazını billa okuş nahayeti yaxşı adet. Balalarını ibadetlərə və məscidə köndürüşünün ən yaxşı fürsəti. Balalar meyli yeşi qançalik kiçik bolsun, ularını məscidlərə elib çıxış mutlaq faydalı iş. Balalarını ve ayallarını mescitlerden toskuçular hatalaşkanlardır. Mundaklar Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetlerinin habersiz kişilerdir. Ramazanda israfçılıktan saklanış ve Allah yolda sarf kılışka bexillik kılmaslık lazım. Bizde 11 ay işlep, bir ay yegin deydiğen hata teşvikatlar var. Ramazan köp yiyiş, yoki yeyişte besleşiş iyi emas, belki normal yiyiş ve az uxlab köp ibadet kılışta besleşiş iyidir. Köp yegen adam köp uxlaydı. Köp uxlagan adam galvanlaşıp ibadetlerini yaxşı bitirelmeydi. Ramazandaki faziletlik vaqtlardan payda alalmaydı. Ve köplegen savaplık işlerden mahrum kaldı. Şuna Ramazan ayda köp yiyişte emas, belki köp emel kılışta besleşiş, vakitini çın tutuş, her işini planlık elip veriş lazım. Ramazan ayının 5'de her kim üzü ve ailesi için məxsus programı cədvəli tüzüb, şunun boyunca iş görüp, ügünüş saati, uxlaş saati, aile əzaları bilen bilge təlim eliş saati digenge oxşaş programlarını bekitip, şu boyunca intizamlıq iş görgen adam Ramazan ayının çokum yaxşı nəticələrini ve bu ayının şarapetini üzüge ağam buludu. Müslüman adam her vakit özünün dindaş buraderlerini, tuqqanlarını, xoşnularını ve tunuşlarını yoklap ulanın halini haber elip turuşqa buyurgan. Xususan Ramazan ayda tuqqanlarını ziyaret qilish, yetimlarning beshini silash, kambag'allarga yer yurakli bo'lish,
ehtiyojli kishilarga moddiy yordamda bo'lish savobli ish. Har vaqt savobli bo'lsa-mu, Ramazonda necha hassa ortiq savob beriladigan ish. Bulub bu Ramazonning oxirgi 10 kunida ro'za hayitining yetib kelishi oldidagi kunlarda sadaqa va xayr ihsonlarni ko'p qilishning afzalligida, savobining haslab ko'p bo'lganligida shak yo'q. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyida xuddi mayin shamoldan mubak sehi bo'lib ketadi deb kelgan. Payg'ambar alayhissalom sadaqa va ihsonni hamisha shuncha ko'p qiladi, ammo Ramazonda alohida qiladi. Biror hojatman payg'ambar alayhissalomdan bir narsa so'rasa, uni qat'iy quruq qo'l qaytarmaydi. O'zida bo'lmasa, qo'l ilkida bor sahobalarning yeniga avatib, ulardan yordam elib beradi. Ayollar agar 2 hassa ko'p savob topay desa, Ramazon oyida balalarini islomiy go'zal axloq bilan tarbiyalash ishlariga ko'ngil bo'lishi va balalarning bu oydagi tarbiyasiga o'zi bevosita mas'ul bo'lishi lozim. Bundan boshqa ayol kishi erining va balalarning xizmatlarida bo'lganning savobini ayrim topadi. Shuningdek, jamoatni, qo'shnilarni, tuqqanlarni va musofirlarni iftor qildirish orqali yana ayrim savob va ajrga ega bo'ldi. Chunki mehmonning jafosini tortadigan kishi ayol bo'lganlikdan savobning ko'p qismini shu ayol oladi. Bir oy Ramazon oyida kichik bolalarni ro'za tutishga ko'ndirish lozim. Bir kunlik ro'zaga taqat qilolmaydigan kichik bolalarni ro'za tutqizish uchun tush vaqtida iftor qildirish yoki qachon qursiqqa ochsa shu chog'da yemek berish orqali ko'ndirib ketgili bo'ladi.